qo'l ko'taribdi. Yo'q, nima? Hali bosib ko'rishim yo'q. Хорошо. Muzika eshitilyapti mazam? Yo'q. Yo'q. Tak. Assalomu alaykum. Avvalambor hammaga xayrli kech. Mana birinchi potokimiz tugagandan keyin ikkinchi potokda kimdir dars ko'rayotgan bo'lsa, darsliklarimni juda ham xursandman. Bizda уже adashmasam, birinchi potokda 7 ta dars o'tgan bo'lsak, 8-darsimiz hisoblanadi. Bundan buyog'iga birorta dars zapis qilinmaydi, faqatgina prime darsliklarga kanali bor, o'sha yerga qo'shib berilishi mumkin. Shu uchun vaziyatdan unumli foydalanganinglar yaxshiroq. Demak, boshladik. Birinchi o'rinda qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu o'tgan mavzularni bir takrorlab olamiz. O'tgan darsliklarda biz umumiy hisobda 7 ta darslikda biz nimalar o'tdik? Bu darsliklarni men birin-ketinligida hammasini adashmasam asosiy kanalga ham tekstlab, to'g'rilab, ideal qilib, yozib, chizib tashlab qo'yganman. Tak. Birinchi darsimiz albatta tanishuv, bozor harakati edi. To'g'rimi? Biz o'shandan keyin bozor harakatidan keyin biz o'tishimiz kerak bo'lgan narsalar shamdonlar va time frame'lar bo'ldi. Umumiy hisobda bozorning yaralishi harakatini tushunib oldik. 3-o'rinda bozor strukturasi, market struktura qanday yaralishligidan tushuntirib berdim. Demak, bir boshdan to'xtalib o'tamizda hammasiga yana ham chuqurroq sizlarga tushuntirib mavzuni o'tib beraman. Nimaga chalg'imasligingiz uchun? Nimaga chalg'imasligingiz uchun degan savolga esa men hozir javob berib o'tib ketaman. Ya'ni, umumiy hisobda bizda shunday holat borki, juda ham ko'p treyderlar, bitta sanab o'tirmayman, qo'pol qilib aytganda aldaydi desak ham bo'ladi-da. Qaysi ma'noda aldaydi? Beradigan informatsiyasi to'liq informatsiya ekanligini o'zi bilmagan holatda tushuntirib o'tib ketadi bo'ldi. Shunchaki, ya'ni kurs sotdi, pulni oldi va ushbu vaqt davomida shunchaki vaqtni o'tkazsa bo'ldi. Chunki bir oyda umumiy hisobda 12 ta dars bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Shu darsda har bittasini 1 soat, 2 soat qilib o'tkazib bersa bo'ldi. Informatsiya to'liq berilmaydi. Nima? Klassika degan narsa bu hozirgi holatda hamma o'zidan kurs yaratib sotayotgan treyderlardan oldin yaratilgan narsa. Bozorning asosiy strukturasini aynan Eliotlar klassika degan narsani yaratgan. Aynan shu narsa texnik analiz deyiladi. ICT, SNR, SND, yana SMC ular hammasi mutlaqo hammasi borib klassikaga taqaladi. Sabab umumiy hisobda klassikada ham oddiy holatda ham biz bilamizki, mana bu maksimum. To'g'rimi? Mana bu minimum. ICT da bu nima bo'ladi? BSL, SSL, ya'ni buy side liquidity, sell side liquidity bir xil narsa, faqatgina nomlari o'zgargan. SMC va boshqalarda esa aksincha, bozor harakatidan kelib chiqqan holatda informatsiya beradi. Ya'ni kim lower high, low. Ya'ni pastga harakatlanuvchi harakatning minimumi, pastga harakatlanuvchi harakatning maksimumi, xuddi shu holatda maksimumi, minimumi. Ya'ni bu informatsiya nima uchun kerak? Bu xato demoqchi emasman. Ularni qo'llay bilish kerak. Ya'ni pastga harakatlanuvchi harakatning maksimumi bu trend harakati maksimumdan pastga qarab ketyapti, minimumga qarab degan ma'noda beradi. To'g'rimi? Oddiy misol. Agarda siz day trading qiladigan bo'lsangiz, долгосрочный trader bo'lmasangiz, scalper bo'ladigan bo'lsangiz, sizga umuman informatsiyalar kerak emas. Chunki siz определенный holatdagi range ichida savdo qilasiz. Bu oxirgi maksimum va oxirgi minimum bo'ladi. To'g'rimi? Shunday ekan, biz shunchaki to'g'ri tanlov qilishni bilishimiz kerak. Ketdik. Shamdonlarga qaytamiz. Shamdonlarga e'tibor berib o'tib ketamiz. Shamdonlar tuzilishi, ketma-ketligi bizga doim informatsiya beradi. Lekin bu 100% fakt degani emas. Juda ham ko'p treyderlar Instagramda shunchaki video ishlash uchun, hype qilish uchun aytishadi. Mana bunday holat bo'ldimi, mana shundan full buy qiling. Nimaga? Sabab nimaga? Bu holatda har doim bo'lmaydi. Masalan, men hozirgi holatda 1 soat ochib turibman, to'g'rimi? Men M5 ga o'taman. To'g'rimi? Mana bitta shamdonlar ketma-ketligi bor. Bu nima deyiladi? Bu masalan bizning hozirgi holatda ko'pchilik range deyiladi, to'g'rimi? Telegram gruppaga kim kirgan bo'lsa ko'rdim, men bunday holatda qildim va aynan buzilgandan so'ng haqiqatan bay olish boshladim va yopib yubordim. Bozor pastga ketdi darish.
To'g'rimi? Dashga tepaga ketmadi. Pastga ketdi. Bu har doim ham bo'lmaydi. Bu biz xohlagan narsalarni bozor hech qachon bermaydi. Oxirgi Instagramdagi videomni ko'rgan bo'lsanglar, tushundinglar. Bozor bizga pul berish uchun yaratilmagan. Bizdan pulni tortib olish uchun yaratilgan. Demak, bozor harakatni boshladan bizdan pul olishga, biz o'shandan emas, bozor harakatni boshladan ko'rganimizdan keyin kirishimiz kerak. Menda bitta strategiya bor. Bo'ldi. Kuniga bir marta, maksimum 2 marta kiraman. Hozirgi holatda shunaqa kiryapman. Men kuni bo'yi signal bermayman, e'tibor bergan bo'lsangiz. Faqat kechki vaqt signal beraman. Chunki men faqat kechki vaqt kiryapman. Menga stabilnost kerak. Menga oldi-qochchi сделкалар, oldi-qochchi signallar kerak emas. Men chunki ertadan kechgacha kurs sotganimdan ko'ra o'zim savdo qilganimda ko'proq foyda olaman. Endi mavzuga qaytamiz. Shamdonlar masalasida tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Agar prям uglubitsa qilib, nima uglubitsa deydi, nima deydi? Короче, ichiga kirib prям tushunmoqchi bo'lsanglar, bundan oldingi darsliklarni ko'p chiqinglarni maslahat beraman. Shamdonlar masalasida. Hududlar 4 va 5 dars muhim hududlarni aniqlash, ularni tahlil qilish, to'g'rimi? Hududlar va trendlarni umumiy hisobda aniqlash. Umumiy hisobda 3, 4, 5 darslikda hammasi bir xil va eng kerakli mavzular. Men hozirda har bitta analizimda ushbu darsliklardan foydalanaman. Sal teparoqqa chiqsanglar, bor darsliklar Telegram kanalimga tashlab qo'yganman, asosiy kanalda ochiq, bemalol foydalansanglar bo'ladi va mutlaqo bepul. Endi bugun judayam kerakli mavzulardan birisi bo'ladi, ob'yomlar haqida gaplashamiz. Hozirda MetaTraderda juda zo'r narsa hosil bo'lgan, hozir sizga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Fakt asosida ko'rsataman deya olmayman, men ko'rsatib berishga harakat qilaman. Xo'p. Bir daqiqa. Tak, mana bu ekan ko'ryapti hammaga, to'g'rimi? Xo'p, endi diqqat bilan qaraymiz. Bizda nima bor? Bir daqiqa. Vit vstavka. Sotilaman. Mana bu narsani sizlarga ko'rsataman, yaxshisi. Qo'shib oling. Top folder. Xo'p, endi ketdik. Davom etamiz. Ob'yomlar. E'tibor bergan bo'lsangiz, grafikimda menda ob'yom bor. Ushbu mavzuga to'xtalib o'tamiz. Ob'yom bu bir instrumentlardan biri va ushbu instrumentni biz indikator sifatida ishlatsak bo'ladi. Bitta mavzuda tushuntirib bergandim, indikator nima. Keyin indikatorga chuqurroq to'xtalib o'tamiz. Indikator bizga ma'lum bir vaqt davomida har bir shamdonni, mana bu yerdagi informatsiyaga ega shamdonlarni ketma-ketlik holatda, ya'ni kim time frame'larning yopilishi vaqti bo'ladi. O'sha vaqtda yopilganda shamdon qayerda to'xtagan? Shu xuddi shunday narx ketma-ketligida nechta kotirovka qo'ysanglar, o'shani hisoblab o'rta qiymat chiqarib beradi. O'rta qiymat umumiy hisobda o'rtacha qanday harakat qilishi mumkin edi degan narsa. Demak, va bizda nima bor? Hozirgi holat bo'yicha e'tibor beramiz, bozor pastga tushib ketyapti. Va pastga tushish holatda shamdonlarni ketma-ketligi, ya'ni ob'yom sekin-sekin ko'tarilyapti. Ko'ryapsizlar? Aynan mana shu yerga kelganda bizda zona skopleniya bo'ldi, tuzilgandan keyin bay olindi va chiqib ketildi. Ammo bundan keyingilarga e'tibor bering, mana bu pastga tushish shamdonlar ketma-ketligi aynan 3 ta. Mana shu 3 ta shamdon ketma-ketligida ob'yom ko'tarilishi boshladi. Bu bizga signal berdiki, bozor dalshi o'z harakatini davom ettiradi. Ya'ni, agarda bozor yuqoriga harakatlanayotgan bo'lsa, ushbu harakat davomida ob'yomlar yuqoriga harakatlansa, bozor o'z kuchini stabil holatda ko'tarib ketyapti. Скорее всего, откатdan dalshi pastga ketishi mumkin degan fikrni bizga olg'a yuritadi. Lekin bizga bu uchun tasdiq kerak. Tasdiq kerak. Bozor dalshi o'z yo'lida davom etishi uchun. Demak, agar aksincha bozor pastga ketayotgan bo'lsa va xuddi shu holat bo'lsa ob'yomlarda,
Bu bozor pastga ketish ehtimoli yuqoriroq bo'ladi. Ya'ni ob'em ko'tarilib ketyapti, pastga tushgan sari ko'payib ketyapti. Agarda aksincha yuqoriga ketayotganda ob'em pasaysa va bu pastga tushayotganda buni ham ob'emi pasayadigan bo'lsa, pastga tushish kuchi ob'em kamayapti va skорее всего tepaga ketish ehtimoli balandroq bo'ladi degan informatsiyani beradi. Shu qoidaga asoslangan holatda biz nima ko'ramiz? Shamdonlar ketma-ketligi pastga tushyapti. Uning ob'emlari uchtasi ham ketma-ketligi tepaga ko'tarilib ketyapti. Odatda men H1 da ko'raman, info juda ham to'liq berilmasa H dan уже pastga tushishni boshlayman. Ya'ni M miltligiga o'taman, M30, M15 va M5 da ko'proq ko'rishga harakat qilaman. Chunki kichikroq time frame bizga ichidagi har bitta milchopkani qanchalik ob'emga ekanligini ko'rsatib beradi. Siz ushbu indikatordan bepul foydalansanglar bo'ladi. Volume indikatori. Mutlaqo bepul. Nastroykangizni to'g'ri olasiz, men nima qo'shadigan bo'lsam, deylik, taqribiy holatda o'rta qiymat bo'yicha menga kerak narsalar. Ya'ni mana bu holatda bozor sekin, mana pastga tushish jarayonida e'tibor beringlar. Shamdonlar ketma-ketlik sekin ko'tarilish boshladi. Undan keyin prям impuls bilan ko'tarilib ketdi. Ammo mana bu shamdonlardan keyin qaranglar, e'tibor beringlar, ketma-ketligi yuqoriga ketdi. Bu narsa divergensiya va konvergensiya deyiladi. Bu haqida alohida keyinchalik mavzuda keyingi indikatorlarga to'xtalib o'tamiz. Xo'p, ob'emlar bilan qanday ishlayman? Odatda bozor impulsga harakat qilgandan keyin stabil holatda range'ga tushadi. Va ushbu range'ga tushgandan keyin men bozorni prям o'z kuchini yo'qotishini kutaman. Menga shu narsa kerak. Bizning holatda impuls bilan tushdi. To'g'rimi? Mana yana atkat qildi, yana impuls bilan tushdi, mana shu tiqilib qoldi. Sekin yuqoriga chiqib yana tiqilish boshladi. Demak, men nimalarni ko'raman bu yerda M5 dan? M5 da ko'rayotgan narsam mana bu impulsdan keyingi shamdon. Mana bu shamdonni maksimum olinadi va keyingi maksimumdan tortiladi. Mana. Bizga oddiy trend harakatni ko'rsatib beradi. Oddiy trend harakatni ko'rsatib beradi, to'g'rimi? Demak, ketma-ketlik asosida har bitta minimum nima bo'lgan? Yangilanib ketgan. Bu oddiy trend harakat. Bu haqidagi mavzuni o'tib berganman. Bundan oldingi darsliklarni ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Trend ketma-ketligi. Va maksimumlar ham xuddi shunday holatda yaratilib ketgan. Va birorta maksimum yangilanmagan. To'g'rimi? Endi mana bu bizni maksimumchamiz. Xo'p, bozor mana bu yerda minimum hosil qildi. To'g'rimi? Hali mana bu maksimum yangilanmadi. Bir muddatga maksimum hisoblanadi. Va mana bu narsa keyingi maksimum. Buni yangilay olmadi. Ideal holatda pastga ketyapti. Demak, mana bu shamdon ketma-ketligi bizga minimum yangilash kerak edi. Natijada nima bo'ldi? Yangilan ko'rib turibsizlar. Va bu pastga ketib kuchli ob'emni ob'emlarni bozor ana endi bu holat durib o'sha ko'rib chiqqanlar bo'lsa va o'sha shamdonlar ustida ishlaganlar bo'lsa, mana buni nimaga belgilaganini juda ham yaxshi bilishadi. Va o'sha orada men aytib o'tib ketgandim, men odatda shunday holat ko'rsam, umumiy holatda men shu zonani приблизительно qilib teng o'rtasini olaman o'zimga order blok uchun. Ya'ni kim savdoga kirish uchun. Xo'p. O'tay.
и stop oxirgi minimumga qo'ysak bo'ladi. Nima uchun oxirgi minimumga? Chunki buni hali yangilamagandi. Agarda buni yangilasa, bozor dalishi o'z trend harakatda davom etadi. Take profitimiz qanday holatda bo'ladi? Umumiy holat xohishga qarab mana bu yerga qo'ysak bo'ladi. Nima uchun bu yerga? Chunki bizni umumiy hisobda mana bu joyimizgacha kelish uchun ancha harakat qilish kerak, lekin bunga kelish sal osonroq bo'ladi. Mana bunga kelish undan ham osonroq bo'ladi. Agar biz shu yerga qo'yadigan bo'lsak, chunki nima bu yerga bizdan bitta to'g'rigan bo'lsak, birinchi qo'ygan. Bu yangilanmadi. Qilamiz, yangilab bo'lib kelib keldi. ideal holatda ko'payadi. Bizda birga 2 holatdan ideal holat. Agar biz ideal holatda ketmoqchi bo'lsak, ya'ni agar stop bilan kirib chiqmoqchi bo'lsanglar, katta lotga kirib, stop lotni aniq qo'yib, tek aniq qo'yib, shu kutinglar. Yoki yana ursin, yoki agar stopni kimnidir signaliga ishonib kirasizlarmi, analiziga ishonib kirasizlarmi, sizlar majbursizlar va majbur emas, majbursizlar jim o'tirishga. Chunki stop qo'ymaslikni, take profit qo'ymaslikdan o'zingizlar tanladinglar. Kimnidir analiziga, signaliga ishonib yoki o'zingizni analiziga ishonib bozorga kirishga. Shunday ekan, mana bunday holatlardan unumli foydalanishni hammaga maslahat beraman. Xo'p, bu tasdiq olish bugungi mavzu. Umumiy hisobda o'tgan mavzulardan foydalangan holat tasdiq olishda foydalagan narsamiz bu o'tgan mavzudagi trend harakatlar, ularning yangilanishi va albatta ob'yomlar. Bu juda ham katta mavzu, umumiy hisobda ob'yomlar. Bu haqida yana ham keyinroq darsliklar o'tsak bo'ladi. Hozircha shu informatsiyani berib o'taman. Keyingi mavzuda yana ko'proq doполнительно berib o'taman va darslikdan oxirida yana hamma darslikdan bir qaytaramiz va mana bu yerda tushuntirmagan esimdan chiqqan mavzular bo'lsa, informatsiyalar bo'lsa, yana sizlarga tushuntirib berib ketaman. Endi esa hozirda MetaTraderda juda ham zo'r narsa qo'shilgan. Bu mana MetaTraderning kompyuter versiyasi. Bu ob'yomlarni boshqa tomondagi ko'rsatkichni degan bo'ladi. Bu ya'ni shamdonda ketma-ketlikda ko'rsatib beradigan narsa. Ya'ni bu narsa MetaTraderga prosta indikator sifatida qo'shildi. Ilgari ham bor edi, faqat pullik edi. Hozir bepul qilindi, bu narsani olsa bo'ladi. Bu narsani men anaqada foydalanaman. Ko'pincha trading viewda foydalanardim. Hozir MetaTraderda telefon versiyasida ham, kompyuter versiyasida ham qo'shildi. Shuning uchun ko'proq foydalanaman o'zim va sizlarga maslahat beraman. Buni prosta faqat shu kuzatinglar. Bu haqida alohida to'xtalib o'tamiz. Bu haqida alohida mavzu qilib beraman sizlarga. Xo'p. Buni biz Telegramdan qanday trading viewda qanday foydalansak bo'ladi? Pakat tursin, xolos. Pakat tursin, bo'lsa qilmaymiz. Mana bu yerda bor ekan. Apezorni hududini belgilaysiz, u sizga qanaqa ob'yomda yurganligini ko'rsatib beradi. Kelinglar, даже manshet o'zini belgilaymiz. Manshet o'zidan. Shu ko'pchilik aytadi, mana bu order bu zo'r informatsiya beradi. Bu yo'lda Instagramda video qilishgan ekan, yo'q, bu prosta ob'yom ko'rsatib beradi. Bu tik ko'rsatadi, real harakat ko'rsatmaydi.
Xo'p, bu holatlarda biz nimalarga o'zi e'tibor berishimiz kerak degan narsa bor. Qaranglar. Bu odatda bozorni определённый hududdagi gorizontal, vertikal degan narsasi bor-ku, masalan, bizning holatda mana bu holatimiz gorizontal ob'yom bo'lsa, bu holatimiz vertikal bo'lib qoladi, to'g'rimi? Xuddi o'sha narsasi ob'yomi. Bu bizga nimalardan informatsiya beradi? Ya'ni определённый holatda mana shu yerdan boshlab to mana shu hozirgi holatgacha bozor qayerda ko'proq kuch bo'lganligini ko'rsatib beradi. Bu kuch nimadan dalolat beradi? Bu kuch shunchaki bozor qayerda ko'proq protargov ko'p bo'lsa, o'sha yerda ko'proq ob'yom yig'ilganligini ko'rsatib beradi. Ko'proq tik bo'lganligini ko'rsatib beradi. Tik nima o'zi? Tik shamdon ochilishi va yopilishi haqida informatsiya bor, to'g'ri? Aynan shu ochilishi va yopilishi haqidagi informatsiya bu bozorning har bitta harakati, bitta tepaga chiqishi bu bitta tik. Bitta pastga tushishi bu bitta tik. Tepaga chiqadi, pastga chiqadi. Aynan shu holatda trading viewdagi har bitta tepaga pastga harakatlardan mana bu ob'yomlar, mana bu ob'yom va mana bu ob'yom hosil bo'ladi. Tushundinglar? Aynan bu ob'yomlarni biz ideal zo'r informatsiya beradi deya olmaymiz. Bu bizga birjaviy stakan emas. Bu tik. Shunchaki har bitta harakatni kuchini ko'rsatadi. Shu narsaga e'tibor beringlar. Biz shunchaki qo'shimcha qo'llanma, qo'shimcha instrument sifatida foydalansak bo'ladi. Demak, hammaga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Tak, darsga kirganlarga katta rahmat. Dars ertaga bo'ladi. To есть har kuni endi bo'ladi. Demak, anaqa so'raganlarga dostуп bering va darslikni zapisini to'xtataman.